Ko'pchiliklarimiz mana Alloh taoloning ulug' baytiga, haj, umra masalalariga borib kelyapmiz, ibodatlar qilyapmiz. Mana ko'pchiligimiz borganmiz, ko'ramiz, bilamizki eng go'zal namoz, eng chiroyli namoz, eng hurmat qiladigan namoz bizning mazhablarda. Maza qilib ibodatlar qilib orqasidan yana juda ham ko'plab payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oyatul kursini o'qidilarmi? O'qiymiz. Oyatul kursidan keyin tasbihlar ayt deganlar deb uni o'qiymiz. Undan keyin qiroat qilinglar, yaxshi bo'ladi, duolar ijobat bo'ladi deganlar qiroat qilib duolar ham qilamiz. Salovatlar aytamizda. Boshqa joyda bunaqangi go'zal ibodat topa olmaymiz. Bizning ibodatlarimiz juda ham bir go'zal odobi bilan odam havas qiladiganda. Kerak bo'lsa boshqa yurtdagilar bizning yurtlarga kelib namozlarimizni o'qishimizni ko'rib, jamoatdagi namozlarimizni ko'rib, sizlari ibodatlaringda halovat bor ekan, sizlari ibodatlaringda ruh bor ekan, sizlari ibodatlaringda haqiqiy sunnat bor ekan deb havas qilib ketishadi. Vaholanki biz bularni topa olmaymiz bizning yurtlarimizda deyishadi, havas qilishadi. Alhamdulillah, Alloh taolo bizni mana shunday mazhabda ibodat qiluvchilardan qilib qo'yganiga shukronalarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.